Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak sanada shirin so'z va ezgu tilaklardan nur yog'ilib turgan, go'shamizga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlar bilan bugun mana shunday chiroyli damlarda, muborak kunlarda diydorlashib turibmiz. Avvalo yetkazganiga, ko'rsatganiga shukrlar bo'lsinki, buning o'ziga xos sabablari bor. Yuqorida tilga olib o'tirganidek, bugun mana shunday xonadonga, mana shunday bir chiroyli tantanaga Bo'ronovlar ahli mezbonlik qilmoqda. Bugun ushbu xonadon ahli bilan yaxshi kunni birga baham ko'rishga barchamiz ham tayyormiz. Ya'ni mana shu chiroyli kunlar bugun barchamiz yaxshi bilganimizdek muborak ro'za Ramazon oylarida va mana shunday muborak ro'za Ramazon oyining ilk juma muborak sanasida o'tib boryapti. Aynan mana shunday chiroyli muborak sanani bugun yaqqol qahramoni biz ham tilga olib o'tamiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, xonadon sohibasi Muhabbat Hoji opamizning bugun shukrona kunlari, tavallud topgan kunlari, qolaversa muchal yoshlari. Mana shunday chiroyli ulug' kun muborak bo'lsin. Chin qalbdan tabriklaymiz. Eng yaxshi tilaklarimizni, beg'ubor izhorlarimizni ulashib qolishdan biz ham esa albatta mamnunmiz. O'z o'rnida esa mana shunday chiroyli tilaklarimizga bugun davramizga qo'shilib turgan barcha yaqinlarga ham bugun boshimiz yerga tekkuncha ta'zimlar qilib qolamiz.